Assalomu alaykum. Ko'pchilik buni bilmay ishlatib yuraveradi. Ya'ni mana shu blokka original yoki poddelkasidan farqlashishi hozir qisqacha ma'lumotini berib ketaman. Nafaqat mana shu Samsungniki, balki boshqa brendga ham tegishli. Hop, birinchi o'zgarish, birinchi nimaga e'tibor beramiz? Ya'ni mana shu blokka o'zi og'irligi. Ya'ni originali qanaqadir og'irroq bo'ladiki, sifatliroq materiallardan qilingan bo'ladi. Va poddelkada esa odatda ichi yengil bo'ladi, qanaqadir plastiki ham dешёвый bo'ladi. Mana bu provod bor-u, provod ham o'zi ko'rinib turibdi videoda ham. Bir juda rezinkasi ham sifatsiz. Mana bundoq qilsam o'zi yirtilishni boshlayapti. Bu sifatsiz, bu чистый Kitay. Mana bu esa haqiqiy original Samsungniki. Buniki sifatli bo'ladi. Bu original. Blok bu lekin original blok emas. Original qimmat turadi. Yana narxiga ham qarab bilib olsanglar bo'ladi. Originali 2-3 marta qimmatroq turadi poddelkaga nisbatan. Shundan farqlab olsanglar bo'ladi. Keyin zaryadga qo'yayotganingizda telefoningni qizib ketadi. Nafaqat telefoningni, blok ham qizib ketadi. Juda ham bir platasi arzon, bir sifatsiz plata bo'ladi. Zaryadka ichidagi u sizga tez quvvat bersa ham, yetarli quvvat bersa ham, baribir u sifatsiz bo'ladi. Keyinchalik smartfoningiz yomkisini tushirib tashlashi mumkin. Shuni ham inobatga oling.